Hey yo sizlar bilan bugun Kama Minecraft. Bugun biz mana One Block'da video olamiz. Bu oddiy One Block emas. Bunga men horror qo'shganman. Hozir men videoni boshlagunimcha sizlar like patishgani ayaminglar bolalar. Men boshladim videoni. Qani birinchi hozir One Block qaziymiz. Uje daraxt chiqyapti, yaxshi. Sandiq ichida nimalar bor ekan? Olma, tuxum va urug' va daraxt. Okey, bularni olamiz. Hozir o'zimizga kattaroq joy qilib olishimiz kerak. Hozir bambuk faqat aniq olsak, chiqadigan narsalar bor bu yerdan. Okey, men hozir o'tirib olmasam tushib ketaman. Hozir kattartirib olaylik yonini. Sal normalroq qilib. O'zimizga moslab. Okey, mana bo'ldi, hozircha bo'ladi. Mana daraxt yaxshi, ko'proq daraxt bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yer ham kerak. Okey. Shalib oddiy, yaxshi. Yaxshi cho'chqatganman. Horror cho'chqa deb o'ylabman, bolalar. Okey, mayli, qazishda davom etamiz. Sandiq yaxshi. Ichidan yana boyagi narsalar chiqdi. Okey, mayli. Yana o'sha narsalar. Yana qazishda davom etamiz. Hozir yana yerda o'zimizga moslab kattartirib olishimiz kerak. Hozir kattartirib olaylik, yaxshilab. Okey, mana. Oltita qoldi. Hozir bularni ham ketkizib tashlaymiz. Yaxshilab o'tira olmasam, tushib ketsam keyin tamom bo'laman. Sandiq ichiga narsalarni solib qo'yishim kerak har ehtimolga qarshi. Yana tushib ketib qolsam, o'zim hamma narsam tushib ketishi mumkin. Lekin hozir bizda bitta daraxt bor-da, okey, mayli. Hozir bizga verstak kerak va tayoq kerak. Verstak 12 ta yetsa kerak. Okey, 12 ta. Mana. Hozircha bizga bitta kirka yetadi. Daraxt chiqdi yana, qum daraxt. Okey. Riski chiqdi mana. Yana. Hadi qum chiqdi. Okey, yana sandiq. Yana sandiq ichida yana bir xil narsa bo'lsa kerak. Yo, suv bor ekan, yaxshi. Agar lava chiqib qolsa, hozir lava bilan suvni aralashtirib yaxshi o'zimizga aniqsak bo'ladi, bolalar. Tosh kazilsak bo'ladi o'zimizga, tosh. Cheksiz tosh aniqsak bo'ladi. Fermasini qilsak bo'ladi, do'stlar. Ikkinchi o'ringa o'tib oldik o'xshaydi, menimcha. Ichidan do'stlar, har doim kuzatib turinglar. Har kuni mana yangi levelga o'tib oldik. Har kuni 11 da men video qo'yaman, do'stlar. Like podpiskani bosib, har kuni kuzatib turinglar, qo'llab-quvvatlab tursanglar, rahmat deyardim. Okey, mana ikkinchi level o'tdik. Bu yerda nimadirlar degan ekan. Mayli, bunga e'tibor bermaymiz. Qasd davom etish kerak. Hozir yana kattartirib olishimiz kerak yerni. Yana kattartirib olamiz. Qanday horror chiqishi mumkin ekanda? Qiziqyapman shunga. Mana bo'ldi. Menimcha bo'ladi. Yana kattartiramiz. Hozircha qum kerak emas, hammasini o'sha kattartirishga ishlatib tashlaymiz.
Endi kattaroq qilish kerak. Sal kattartirib olgandan keyin o'zimizga ham normal uycha qursak, baza qursak normaldek bo'ladi. Okey, mana ishlab tashladik. Daraxtlarni oziqodaga aylantirib olamiz. Ko'proq daraxt yeyach. Yaxshi daraxt chiqyapti. Qanaqa horror chiqar ekan, o'shanga qiziqyapman men. Keyin aniq yer chiqishdan boshladi. Tarvuz ham chiqdi, yaxshi. Ko'proq yer chiqyapti. Oq daraxt ham chiqdi, yaxshi. Okey, hozircha bitta oq daraxtdan bizni chiqar. Hozir o'zimizga kattaroq hayvonlarga ferma qurishimiz kerak-da. Kattartirib olsak bu yoqda. Horror chiqishini ko'rganman. Takım tushib okey, ishlaymiz. Mana kattartirib olishimiz qanaqa yomg'irroq bu. Mana sal o'rab qo'yaylik. Qaziyotgan joyimizni yana agar zombi chiqsa yoki ustidan har ehtimolga qarshi o'rab qo'yamiz. O'qit qo'yishimiz mumkin. Mana yerlar yaxshi bo'lib qolsa işte. Tarvuz yaxshi. Qachon sandiq chiqar ekan? Qachon sandiqning ichidan lava chiqsa yaxshi bo'lardi. Bizga tosh kerak. O'zimizga toshli instrumentlar yasashimiz kerak hozir bor. Qovoq chiqdi. Yer. Okey. O'ldirib o'tirishimiz shart emas, o'zi o'ladi. Bunga tepasidan bir qovoq yasab qo'yganman, o'shancha. Yana okey, mana sandiq ichidan nima qilyapman men? Okey, mayli, to'g'rimiz. Hozir sandiqning ichini ko'raylik chiqani. Ichida yana suv. Mana shu suvning o'rniga lava chiqqanda vaqti zo'r bo'lardi, bolalar. Okey. Yana to'g'ri, yana daraxt. Hozir daraxtlarni ekib olamiz. Daraxtlar ortiqcha turibdi bizda. Nima turamizda ortiqcha turibdi daraxtlar. Okey, hozir ekib olamiz. 5 qadam qilib ekish kerak. Agar o'smaydi, 2-3 qadam qilib qo'ysa o'smaydi. Okey, mana 2 3 4 5 mana 5 mana. Yana bitta daraxt bor edi bizda. Mana buni ham ekib olamiz 5 ta qadam turib. 1 2 3 4 5 mana. Okey, mana bor ekib oldik. Mana daraxt ham qolib ketganda buni ham ekib oldik. Yana bitta daraxt bor ekan. Okey. O'rtasiga eksak hozir o'smay qolishi mumkin. Ya'ni kattaroq qurishimiz kerak, ya'ni yer kattaroq qilishimiz kerak. Qum to'lib ketdi bizda bola ko'proq. Hozir daraxtlar xodaga aylantirib Mana bu tomon kattartirib hozir o'zimizga yaxshiroq baza qurishimiz kerak. Mana shu tomondan o'zimizga yaxshiroq baza qurib olsak, kichkina bo'lsa ham bo'ladi. Mana bolalar aytgan kurbamiz tayyor bo'ldi. Mana kichkinacha bo'ladi, hozirga bo'ladi bolalar. Hozir mana suvni ham qo'yib oldim. Men tagida suvda aniqib yer qo'yib olib turib, aniqib mana bizni ko'proq urib boradi. O'shalarni ham hozir ekib olaman. Nima uchun hozir bizga bularni o'stirib ko'proq non qilsak bo'ladi o'zimizga. Uni och qolib ketmaymiz-da bolalar. Okey, mana bu yoqqa ham ekib olamiz, bu yoqqa ham. 3 ta qoldi, mana ikkitasini eksak. Okey, bittasini nima qilamiz? Mayli, bittasi hozircha ekmay turamiz. Mana shuncha hozir bizga ichiga narsalarni ham solib oldim sandiqning ichiga. Bu ko'p narsam solganim yo'q. Hozir mana keraksiz narsalarni
tashlayveramiz va one block qarshi davom etamiz bolalar. Kerakli narsalarni tashlayveraman. Sandiq bu yerdan 4 ta sandiq bor ekan, okey, sandiq kerak bizga. Mana bu ter ham kerak bizga. Bu yerda daraxt, go'shtlar bor ekan, bular kerak. Mana bu blok kerak emas bizga. Mana yer ham kerak emas. Buni ham tashlayveramiz. Yana nimalar kerak emas bizga? Kartoshka kerak, urug' kerak, bu yerdan tuxum kerak emas bolalar. Tuxum kerak, yo'q, kerak emas bolalar. 5 ta olma bor ekan, yaxshi. Okey, endi mana hozir 5 ta daraxtimizni hozir holiga aylantirib olsak, yaxshiroq bo'lardi mana. Okey, hozir buni ham yaxshiroq kerak narsalarni sandiqqa ichiga solib qo'yaman. Chunki hozir nimadir paydo bo'lib o'ldirib qolsa, keyin hamma narsam sochilib yoyilib ketishi mumkin. O'shandan qo'rqyapman-da men bola. Okey, hozir bularni solib qo'yamiz, kerak paytda olamiz bular. Mana daraxt hozir yetmay turamiz, kerak emas bizga. Hozir bizga mana ketmon bilan tursa yonimizda yaxshi. Okey, mana urug'im bor ekan. Bu menimcha kartoshkani urug'i bo'lsa kerak. Tikva ekan, bu anoniki ekan, qovoq tikvasi kerak menimcha. Mana ham kerak emas, 8 bu nima ekan bu? Glina shar, bo'ldi. Bu ham kerak emas, buni ham tashlaymiz, lekin bu kerak, bu kamon o'qiga kerak bo'ladi. Chelak ham kerak. Okey, hozir mana 8 tani tashlayapsiz. Bo'ldi. Endi xavotir olish vaqti yo'q, bo'ldi. Endi one block qarshi davom etamiz. Okey, bizga qo'y kerak edi, mana qo'y chiqdi. Yaxshi, hozircha bitta paxta bor bizda. Okey. Yana ikkita qo'y chiqib bersa, ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi bolalar. Yotoq qurib olar edik. Okey, mayli, hozir qazishda davom etamiz. Sizlar like patchani bosib qo'yinglar do'stlar, like patchi esdan chiqmasin. Chunki sizlar uchun shuncha harakat qilyapmiz bolalar. Okey, mana oq daraxt chiqdi. Yana bitta. Tovuq. Yaxshi, bizga pat kerak bo'ladi-da, o'qqa kerak bo'ladi. Da, главный shart chiqdi, boyagidaqa. Yana bitta chiqdi. Bu bizga uncha kerak emas bu bolalar, hozircha bizga qovoq ham kerak emas. Bu mayli, qovoqdan tashlab qo'yamiz, tarvuz kerakmi? Tarvuz kerak bolalar. Menimcha bu leveldan keyin tosh chiqsa kerak deb o'ylayapman. Ko'proq tosh kerak va bizga hozir sandiq ichidan lava chiqsa, vaqti zo'r bo'lardi bolalar. Okey, cho'chqani go'shtini yemash kerak bolalar. Harom bu. Cho'chqani hozir tashlayveraman men. Sandiqda ham bor edi menimcha cho'chqani go'shti. Pashol. Okey. Narxda cho'chqani go'shtini ham tashlayveramiz. Katta bitta bor ekan. Okey, buni tashlayveramiz hozircha, kerak emas. Harom, buni yemash kerak bu. Bizga harom, o'zbeklarga harom. Okey, yana qasdi davom etamiz. Bolalar, bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi. Menimcha uchinchi qismi ham chiqishi mumkin, qo'yaman. Ikkinchi qismi ham kanalimda bor bo'ladi. Okey, sandiq. Bolalar, ikkinchi qismi 20 ta like'dan keyin chiqadi. Hozirga bo'ladi. 20 ta like yiqqanimizdan keyin chiqadi ikkinchi qismi bolalar. Menimcha yig'ib bera olasizlar, oson. Sizlarga ishonaman bolalar, qo'llab-quvvatlab tursanglar. Okey, bolalar, birinchi qismi mana shu yerda tugaydi. Sizlar bilan Kama Minecraft bo'ldi. Ikkinchi videoda ko'rishguncha bolalar.